Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli musulmon aka birodarlar, biz inshaalloh mana shu Ehson Qayumov fondimiz tomonidan yana bir inshaalloh yaxshi amalni inshaalloh o'rtaga qo'yyapmiz birodarlar. Bu yaxshi amal shuki birodarlar, bilasizlar bizning fondimizda inshaalloh taqriban birodarlar ya'ni muhtoj oilalarni, beva ayollarni farzandni hisobladigan bo'lsak, taqriban 50-60 ya'ni bolalar chiqadi, qizlar chiqadi. Birodarlar, roligimiz shu. Qaysidir oramizdan imkoni bor, ya'ni sahih boylar bo'lsa birodarlar, ya'ni bizdagi mana shu fondimizdagi beva ayollarning farzandlari 3 oy lagerda, mana shu maktab damas bo'lib 3 oy lagerda shu farzandlarning ko'pchiligi mablag' yo'lidan madrasada o'qitib, qizlarni o'qitib ta'lim oldira olmaydi. Nima uchun desa, uni kontragi bor. Kelinglar birodarlar, shu bizni fondimizda muhtoj oilalarni farzandlarini lagerda o'qitib berishlikka, o'shani kontraktini to'lashlikka imkoni bor aka-ukalar, mana bu sadaqa jarimadan ortda qolmanglar. Birodarlar, bu shunday amalki, o'sha yosh bola, o'sha yosh qizcha madrasada Qur'on o'rganadi, hadis o'rganadi, duo o'rganadi, odob axloq o'rganadi. Mana buni ajrlariga barobar sherik bo'lasiz va ummatimizga, mana shu xalqimizga bitta yaxshi bir soliha yoki solih insonni yoki bir soliha bir qizni chiqarib bergan bo'lasiz. Chunki u yerda u Robbisini taniydi, payg'ambarni taniydi, dinini taniydi. Birodarlar, bizga ekran nomularimiz bo'ladi. Kim muhtoj oiladan men bitta bola o'qib beraman, ikkita bolani o'qib beraman desanglar, biz o'sha bolalarni madrasaga kiritamizda va ularning kontraktlarini inshaalloh sizlar pullar olib biz kontrakt o'zimiz to'lab qo'yamiz inshaalloh. Mana shuni siz bitta madrasa bilan o'qitgan bo'lasiz yoki bitta madrasada bitta qizchani o'qitgan bo'lasiz. Mana bu o'likka befarq qilmanglar birodarlar, iloji tarqatamiz. Sahih bo'lgan aka-ukalar befarq qilmanglar. Bu inshaalloh shunday amalki birodarlar, ya'ni siz hayotdan ko'z yumsangiz ham mana buni ajrlari borib turadi. Hattoki bu bola siz tanimasa ham siz uni o'qitib qo'ydingizda, ya'ni madrasada. U o'qidi, ajr savoblar oldi, mana shu savob bizga yetib boradi. Alloh taolo